Assalomu alaykum obunachilar, sizlar bilan Azik FF. Hozir bugun yangi video chiqarmoqchiman. Nima desa bo'ladi? Prank video. Hozir lobbiga tushamiz deb ultimatum. Mana Ironkaga to'g'lab qo'ygan. Kuchayib ketdi mencha mana. Mana. Sekin. Mana bu kiyimlarni ochdim. Hozir men botlar kiyimini kiyib olay. Tak, botlar nima kiyadi? Shuni kiyadimi? Kiyadi. Shunday qilib olay. Mana, yo'q, mana. Ana, bot bo'ldi. Mana. Soch o'ziniki. Tapichka. Tak, kulgili eshitildi bilaman. Tak, buni kiyintiramiz. Va tapichka. Tak, avatarkani o'zgartirish kerak. Tak, botlar shunday qoladi-ya. Chunki men botman, to'g'rimi? Ana endi startda bosamiz va ketamiz. Davay. Hop. Stenkani voh bilya, stenkalarni ishlatmay turaman. Bilib qolishadi. Voh bilya, mana buni. Tak, KGZ bir bola. Voh bilya. Bratishka, mening ham yo'q, yana xuyetim yo'q deymi? Voh, kalla qochib ketdi. Ye, bilya. But bo'lish kerak edi aytgancha. Voh. Ye. Tak, boshlaymizmi? O'zi o'tirib turdim. Yo'q. Sekin bosing. Emoji qilamiz. Voh. Нормальный. Вон. Бля. Ülket. Ye. Ba. Aytgancha video yaxshi chiqayotgan. Tak, bosamiz. Bunaqa botlik bo'lmayapti. Normal ki. Yo, men o'lmayku bu. Bile, Zaynab boru. Zaynab to'ldir. KGZ Arabiy titi. Bu haligan donatir ekan. Men ham ancha kuchaydim.
Prost. Voy bile. O 4'ta kill qildi. Kechqurun stream bo'ladi. O'zim stream qilaman. Davay qo'shilamiz. Hamma botligimni botmasligimni bilib bo'ldi. Tagini qo'llat. Uy, headshot. Voh, lekin. O'ynash qaraydi. Voy. Obunachilar kechirasizlar. Parod qilib qo'ydi. Like va obuna bosib ketinglar. Vobil. Ya. Ya. Normal ya оружие tanlash kerak. Iya. Uyatsiz ekan-ku. Tak. Shu normal orужие tanla, ko'zing olaymi yulgur? Ye ko'zi yopiq. Так. Вообще так вопль. Agar side button. Arabi. Ye qamab qo'ydi. Nimaga? Hammaga yiqilyapti. Yo'qol. O'laman men. Tak, kechqurun ana bo'ladi stream. Hammalaringni kutib qolaman. Yo'qol. Stream vashilona turibdi. Agar aktiv bo'lib tursalaring, men 2 kunda bir video chiqaraman. Ye o'lmadi. Yip. Tushib ket. Yep, chilchopdi ket. Boyaq. Turye ars old wipe. Hammaga xayr omnashlar. Sizlar bilan azik fofa bo'ldi. Agar aktiv bo'lsalaring 2 kunda bir video chiqarmoqchiman. Keyingi videolarda ko'rishguncha kechqurun streamga kech qolmanglar. Hammaga xayr.